ishlayveradi. Endi qarang, mana birinchi qiladigan ishimiz hafta disk papkasini ochamiz. Bunga kiramiz. Drivers. Support ochamiz. New tab page. Config. Fakat inglizcha o'rnatganmiz. Mana buni robot stolga bitta nusxada chiqarib olamiz. Mana. Ochamiz. Plug bilan. Xo'p, mana bu slash bilan https'ni o'chiramiz. Hammasini. Bu internet manzilni uzish. Internet manzil aloqasini uzish. Va file save. Bo'ldi. Buni yopamiz. Endi boyagi joyda ochib turib. Mana buni shunday zamin etib qo'yamiz. Birinchi etap bo'ldi. Endi keyingi ish. Sistem. Windows System 32. Mana. Bunun ichidan drivers. Mana. Buni ochamiz. Buni ochamiz. Hosts. Buni ham xuddi shunaqa. Yo'q, buni endi Telegramdan kirib turib, qani boyagi gruppamiz. Gisonlayman. Qo'shilgan joy. Siz qo'shib qo'ydingizmi? Qo'shilgan joy ekan. Avval turing. Hosts bilan almashtiramiz. Buni o'chirib tashlaymiz. Buni keyin to'g'rilab qo'yamiz. Bo'ldi. Endi ishlayveradi. Bo'ldi.